Yana klient bo'lib qolish uchun maqsadimiz mana sizlarni shu yerga taklif qilamiz. Bir marta kelib eshik olgan odam, mana ko'zi bilan ko'rgan odam yana kelamiz deyishyapti. Hali bular Farg'onadan bizni showroomimizdan ketishgani yo'q. Telefonda har xil o'tirib, hali narx so'raydiganlar borda aka. Narx so'raydi, katalog bormi? U qancha edi, bu qancha edi degan. Unda ma'no yo'q, ishligi bitmaydi hech qanaqasiga. Mana o'zingiz aka, tavakkalni Allohga qildingiz. To'g'rimi? Birinchi o'rin mendan lokatsiya so'radingiz. Bir kunda o'zida. Bugun telefon qildingiz. Bering, boray, ko'ray dedim. Dedingiz? Keldim, eshikni ko'rdim. Haqiqatan kачество bor eshikda. Kачество bo'lgandan keyin 1 so'm haligi puliga qaramaslik kerak. Qaramaslik kerak, olish kerak. Lekin sifatli xizmat qiladigan narsa olish kerak. Mana garantiyasini beryapsiz. Menga bergan eshiklarga ham garantiya berdingiz. Mana yuklari ketyapti. O'ziga uni 60 partiya ARA 717 nomerdan aka boplar. Nomer alohida tema, mashina alohida tema bo'libdi-da aka. Gap yo'q. Mana do'stlar, sizlarga ham shunaqangi qilib kechasida bo'lsa ham xizmat qilib, sizlarni yo'llarni yoriq qilish uchun svetlarni yoqib qo'yganmiz, reklamalarimiz, afishalarimizni yoqib qo'yganmiz. Kelaverasizlar, doim bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Mana akalarimiz ham o'zligi tasdiqlashdi shuni. Obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysa, qo'ng'iroqchani bosib qo'ydingiz. Endi har bir skidga yoki nimadir bersangiz, skidga chegirma qilsak bor. Bilib qolsak o'sha payt yana masalan keyingi yilga uylarga joylarga olib qo'yasizlar. To'ppa-to'g'ri aka, mana bu boshqa gap aka. Mana o'zingiz kelib, ko'rib, mana olib ketyapsiz, xudo xolasa yana keladigan bo'lib ketyapsiz. Gap yo'q aka, sog' bo'linglar, bergan pullaringizdan rozi bo'linglar. Aka, sog' bo'linglar. Xo'p, yaxshi aytiblar, yukinglar mana, uje mana batta uje hamma nima o'lga shopir yuklab hozir yo'lga chiqib ketishadi. Bular ham o'ziga yonimizda ketishadi deb kutib turishgan edi.